Xalq tabobati qoidalarini buzgan tabiblarga jarima va qamoq javobgarligi belgilandi. Ruxsatsiz xalq tabobati bilan shug'ullanish, tashxis qo'yish yoki davolash xizmatlarini ko'rsatish hamda buni omma oldida targ'ib qilish fuqarolar uchun 15-20 barobar, mansabdorlar uchun 20-25 barobar bazaviy hisoblash miqdorida jarimaga sabab bo'ladi. Ruxsat etilmagan usullardan foydalangan holda moddiy manfaat uchun xalq tabobati xizmatlarini ko'rsatish ham shunday jarimaga tortiladi. Agar bu huquqbuzarlik 1 yil ichida takrorlansa, 20-30 barobar jami yoki 15 sutkagacha qamoq jazosi qo'llaniladi.